Endi taroveh namozini ayollar o'qiydimi? Albatta o'qiydi. Uyda o'qiydi, jamoatga chiqmaydi, 20 rakat o'qiydi. Birinchi xuftonning 4 rakat farzini o'qiydi, azon takbirsiz ayollar. Undan keyin 2 rakat sunnatini o'qiydi darhol. Undan keyin 20 rakat taroveh namozini 2 rakatdan o'qishi fazilat, afzal. Agarda 2 rakatdan o'qishlik mashaqqat bo'lsa, qiyinchilik bo'lsa, misol uchun uy yumushlari bilan charchab, horib, og'irlik qiladigan bo'lsa, unda 4 rakatdan qilsa ham bo'ladi. Afzali 2 rakat. Kuch-quvvati bo'lsa, sog' bo'lsa, 2 rakatdan bo'lib har 2 rakatda demak salom berib, yana 2 rakatda taroveh namoziga niyat qilib, ana o'sha holatda 20 rakat ayollar o'qiydi. Har 4 rakatda tasbih aytadi. Ya'ni Ramazonni o'sha tarovihdagi aytiladigan tasbih bor. Charchagan bo'lsa 3 marta bo'lmasa 1 marta aytsa, keyingi rakatga turaversa bo'ladi. O'qib bo'lgach, namozni o'qib bo'lgandan keyin oxirida 3 rakat vitr vojib namozni o'qiydi.